Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanor kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizda 20-dars, kitobimiz Workbook. 23-betni ochsangiz, u yerda bizda 7, 8, 9 va 10 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda bajarib ko'ramiz. Qani ketdik. 7-vazifamizda bizda bitta kichik matn berilgan va pastda 5 ta savollar bor ekan. Biz sizlar bilan pastdagi savollarga javob berishimiz kerak matnga qarab. Lekin oldin biz sizlar bilan matnni o'qib ko'ramiz, tarjimasini o'rganamiz va keyin savollarga javob berishga harakat qilamiz. Men matn o'qishni boshladim. Birinchisi bizda My school is small. My school is small. Ya'ni mening maktabim kichik. Mening maktabim kichkina. There are 6 classrooms. There are 6 classrooms. U yerda bor 6 ta sinf xonalari. A library, kutubxona, and a big playground. Va katta o'yin maydoni. I like the library. I like the library. Men yoqtiraman kutubxonani. But my favorite room is the gym. But my favorite room is the gym. Lekin mening yoqtirgan xonam bu sport zal. There are 18 children in my classroom. There are 18 children in my classroom. Ya'ni bizning sinfimizda 18 ta bolalar bor. My favorite class is English. My favorite class is English. Mening yoqtirgan sinfim bu ingliz tili. Xo'sh, keling har bittasini o'chirib tashlaymiz va pastdagi savollarga javob berishga harakat qilamiz. Agarda sizni notanish so'zlar chiqayotgan bo'lsa, siz bilasiz, pastga bu so'zlarni yozib olishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun siz mana bu so'zni bilmaysiz. Room degan. Room deb qo'yasiz. Room deb qo'yasiz. Bir tarafiga ingliz tilida, ikkinchi tarafiga o'zbek tilida. Ya'ni birorta so'zni bilmagan bo'lsangiz, misol uchun favorite degan so'zni bilmasangiz, yozib olasiz daftaringizga favorite deb va tarjimasini o'zingiz topishga harakat qiling. Xohlasangiz telefoningizda Google bor, Google'ga yozsangiz tarjimasi chiqib keladi. Bu so'zlarni daftarga yozib, tarjimasini ham ko'chirib yodlashga harakat qiling. Biz esa savollarga javob beramiz bu yerda. Birinchi savolimiz bizni qarang. Is your school big or small? Ya'ni tarjimasi. Sizning maktabingiz kattami yoki kichkinami? Birinchisida bizga javobi berilgan. Qarang. My school is small degani, ya'ni mening maktabim kichkina. Ya'ni small belgilab qo'yilgan. Ya'ni demak javobini topsak, biz yumaloq qilib qo'yishimiz kerak. Masalan, mana bu javob bo'lsa, yumaloq qilib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, ikkinchisini o'qiymiz. What rooms and places are in your school? Ya'ni qanaqa xonalar va joylar bor sizning maktabingizda? What rooms and places are in your room? Javob, ya'ni qanaqa xonalarimiz bor ekan? U yerda bizda 6 ta xonamiz bor. There are 6 classrooms. Library, ya'ni kutubxona va qanaqa joyimiz bor edi? O'ynash maydoni bor edi, ya'ni big playground. Bu ikkinchisining javobi bo'lyapti. Uchinchisini o'qiymiz. What's your favorite room? What's your favorite room? Ya'ni sizning yoqtirgan xonangiz qaysi? Qaysi xona sizning yoqtirgani? Bu yerda o'qiganmizki, I like library, men kutubxonani yoqtiraman, but my favorite room, lekin mening yoqtirgan xonam qanaqa xona edi? Gym. Ya'ni yoqtirgan xonasi uni sport zal edi. To'rtinchisi, how many children are in your class? How many children in your class?
Tarjimasi sizning sinfingizda nechta bolalar bor? Javobi bizda there are 18 children. U yerda 18 ta bolalar bor. 5-oxirgi savolimiz what's your favorite class? What's your favorite class? Ya'ni sizning yoqtirgan sinfingiz qaysi? Ya'ni bu yerda sinf degan ma'nosi ko'proq darsga taalluqli. Ya'ni sizning yoqtirgan darsingiz qaysi? Oxirisi yozilganki, mana qarang. My favorite class is, ya'ni mening yoqtirgan darsim qanaqa ekan? Ingliz tili, English. Tushunarli-a? Sizning vazifangiz, keling mana bu joylarni o'chirib tashlayman, kerak emas bo'lgan joylarni. Sizning vazifangiz hozir qizil bilan yozgan joylarimni yumaloq qilib qo'yishingiz kerak. Notanish bo'lgan so'zlarni albatta bu yerga ajratib olib, tarjimasini topib yodlang. Men esa 8-vazifaga o'taman. 8-vazifamizda biz sizlar bilan 5 ta savolga javob berishimiz kerak bo'lar ekan. Devada biz 7-vazifamizda bilsangiz, matnga qarab javoblarni topdik. Endi esa biz o'zimizni maktabimiz haqida yozishimiz kerak bo'lar ekan. Ya'ni birinchi savolimiz bizni nima bo'lgan edi? Qani edi? Ruchkam yozmayapti. Qani edi? Birinchi savolimiz mana. Is your school big or small? Sizning maktabingiz kichkinami yoki kattami? Keyin javob berganda aytishingiz kerakki, my school is, mening maktabim katta bo'lsa nima deymiz? Katta bo'lsa big deysiz. Ruchkamiz big deysiz. Katta bo'lsa maktabingiz. Agar kichkina bo'lsa small deysiz. Ikkalasini yozib qo'ymaysiz. Ikkalasidan bitta so'zni tanlaysiz. Agar maktabingiz katta bo'lsa big deymiz, kichkina bo'lsa small. Ikkinchi savolimiz what qaniydi? What rooms and places are in your school? Ya'ni sizning maktabingizda qanaqa xonalar va joylar bor? Sizning maktabingizda nechta xona borligini aniqlab ko'rish kerak. Ya'ni nechta sinf borligini aniqlaymiz. Qarang. Bu yerda 6 ta sinf degani, mana bu yerda boshlaganda 6 classrooms degan. Biz yozamiz. Zero deysiz, u yerda bor deysiz. Zero. Ya'ni nechta sinf xonasida borligini hisoblashingiz kerak. Bu yerda 6 ta bo'lgan bo'lsa, sizda misol uchun 10 ta bo'lishi mumkin. Xohlasangiz raqamlarni ham son bilan yozsangiz ham bo'ladi, 10 deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz naqa bilan ham yozsangiz bo'ladi, so'z bilan ham yozsangiz bo'ladi. Lekin naqa raqam bilan yozganingiz sizga osonroq bo'ladi. There are 10 classrooms. Bu yerda 10 ta xona bor. Sinf xonasi bor. Har bitta maktabimizda aniq kutubxona bor, Shuni ham yozib qo'yamiz. 10 classrooms. Mana bu yerda library bu bizda kutubxona bo'ladi. A library. Ya'ni kutubxona bor va nima bor deymiz? Misol uchun, o'ynash maydoni, And bolalar o'ynaydigan maydon. And a playground deymiz. Playground. Hamma joyda bir xil bo'lsa kerak, lekin mana bu yerda sinflarning sonini o'zingiz hisoblashingiz kerak. 10 ta bo'lsa 10 ta deysiz, 9 ta bo'lsa 9 ta deysiz, 20 ta bo'lsa 20 ta deysiz. Xo'p, 3-savolimiz bizni. 3-savolimiz deyilgan ekan, what's your favorite room? What's your favorite room? Ya'ni sizning yoqtirgan xonangiz qaysi? Bu yerda bilsangiz biz nima dedik? Biz aytdikki, bizga yoqtirgan xonamiz sport zal deyilgan matnda. Keling biz sizlar bilan sport zal o'rniga kutubxona deymiz. Yozaman. My favorite room is, ya'ni mening yoqtirgan xonam, my favorite room is, devamizda kutubxona berilgan, Qaniydi mana kutubxonamiz mana bu yerda turibdi. A library is a library. Meni yoqtirgan xona bu kutubxona. Agar siz boshqa joy yoqtirsangiz, mana bu so'zimizni almashtirib qo'yishingiz mumkin.
Xohlasangiz sizga sport zal ko'proq yoqadigan bo'lsa, gym deyishingiz mumkin. Xo'p, 4-chi savolimiz bizni. Bu yerda yozilgan how many children are in your class? How many children are in your class? Ya'ni sizni sinfingizda nechta bola o'qiydi? Shuni yozar ekanmiz. Javobi mana bu yerda berilgan. Agar mabodo bilmasangiz, mana bu yerda. There are deymiz. U yerda bor, ya'ni sinfimizda. There are. Sinfingizda misol uchun 30 ta bola bo'lsa, there are 30 children. Qaniydi chiroyliroq qilaylik. There are 30 children in my class. Mening xonam, bizning sinfimizda 30 ta bola o'qiydi. Mana bu joyda 30 tani o'rniga siz o'zgartirib qo'yishingiz mumkin, ha? Xohlasangiz 35 ta deng, agar 35 ta o'qisa, 25 ta bo'lsa 25 ta. Xo'sh, bu 4-inchisi javob berdik. Endi 5-inchisiga javob beramiz. Bu oxirgisi bo'lar ekan. What's your favorite class? What's your favorite class? Ya'ni sizning yoqtirgan sinfingiz, ya'ni darsingiz qaysi? Javob berganda yozamiz my favorite. Mening yoqtirgan darsim class is. Agar ingliz tili bo'lsa English deysiz. Agar misol uchun rus tili bo'lsa Russian deysiz. Agar o'zbek tili bo'lsa o'zbek deyishingiz mumkin. Agar matematika darsini yoqtirsangiz math deyishingiz mumkin. Xohlagan fanni tanlashingiz mumkin, lekin mana sizga berilgan fanlardan faqat bittasini tanlang. Hammasini yozib qo'ymang-a. Tushunarli-a? Mana qizil bilan tagidan bo'yab qo'yaman biz so'zlarni, qayerda o'zgartirishingiz mumkin. Boshdan o'qiydigan bo'lsak, birinchi gapimizda yozilganki, my school is big. Mening maktabim katta. Agar kichkina bo'lsa small deymiz. Ikkinchisi, there are 10 classrooms, a library and a playground. Ya'ni u yerda 10 ta sinf bor, kutubxona va o'yin maydoni. Sizda 10 taning o'rniga ko'proq bo'lsa, ko'proq yozishingiz mumkin. Uchinchisi, my favorite room is a library. Ya'ni mening yoqtirgan xonam bu kutubxona. To'rtinchisi, there are 30 children in my class. Ya'ni mening sinfimda 30 ta bola o'qiydi. Xohlasangiz 30 ta deb yozing, agar 30 ta bo'lsa, agar ko'proq bo'lsa, ko'proq qilib o'zgartirib qo'ying. 5-inchisi va oxirgisi, my favorite class is English. Ya'ni mening yoqtirgan darsim bu ingliz tili. Ingliz tili bo'lmasa, rus tili bo'lsa, rus tili deyishingiz mumkin, o'zbek tili deyishingiz mumkin, xohlasangiz matematika deb ham yozib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin eslatib qo'yaman, bu yerdan faqat bittasini tanlaysiz. Hammasini yozib qo'ymang. Endi hozir bu darsni chiroyli qilib daftaringizga yozib oling va 9-vazifadan o'tishdan oldin video roligimizga like-ni bosib qo'ying, kanalimizga qo'shiling. Men esa 9-vazifaga o'taman. Agar bizni Telegram kanalimizda topolmayotgan bo'lsangiz, Telegram ilovasiga kirib, mana bu joyga bosib, Sanur maktab deb tersangiz, bizning Telegram kanalimiz chiqib keladi. Bizni 9-vazifamiz endi 8-vazifa bilan taxminan bir xil ketadi. Sababi bu yerda aytilyaptiki, siz o'z maktabingiz haqida yozing deb berilyapti vazifamizda. Shunga biz o'z maktabimiz haqida yozib olishimiz mumkin. Keling yozib olamiz, tepada yozilgan naqalarimizga qarab. Misol uchun birinchisida mening maktabim katta deylik. Bu yerda my school is big. Qaniydi o'zgartirib qo'yaylik. Big katta bo'lsa, kichkina bo'lsa small deysiz. Va chiroyli demoqchi bo'lsangiz, my school is big or small and beautiful. Chiroyli. Beautiful. Mana bu yerda ikkita so'zlardan faqat bittasini tanlab oling. Kichkina bo'lsa kichkina, katta bo'lsa katta. Lekin mana bu so'zimiz beautiful degan so'zni yozib qo'yarsiz, ha? Chiroyli degani. Keyingi gapimizda nima deyishimiz mumkin? Nechta xona borligini yozar ekanmiz, ha? Keyin yozamiz, there are deymiz. There are.
Misol uchun 20 ta sinf bor deylik. 20 classrooms. 20 ta sinfxonasi bor. Kutubxona bor. A library. A library. Sport zal bor deylik. A gym deylik. Misol uchun, hamma maktabda kutubxona bo'lishi kerak, sport zal bo'lishi kerak. Yana nima deyilgan? Va o'yin maydoni bo'lishi kerak, ko'chada o'ynaydigan joy. And a playground. Playground. O'zgarmaydi. Xo'p, keyin nima deyishimiz mumkin? Biz yoqtirgan xonamiz haqida aytishimiz mumkin ekan. Xo'sh, bu yerda aytishimiz mumkinki, keling yozamiz. My favorite room is a deylik, meni yoqtirgan xonam bu sport zal deylik. Agar sport bilan shug'ullanishni yaxshi ko'rsangiz, sport zal deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerda men 20 ta xonamiz bor deganman, lekin maktabingizda nechta xona bo'lsa, shunga qarab yozasiz, o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda men sport zal deb qo'yaverdim. Xohlasangiz sport zal deng, xohlasangiz o'zgartiring. Xo'p, keyin esa nimani haqida yozar ekanmiz? Nechta bola borligini yozar ekanmiz. Zero 35 ta bola bor deylik. 35 children. 35 children. Sizda ko'proq bo'lsa ko'proq yozing, kamroq bo'lsa kamroq. In my classroom. Bizning sinfimizda 35 ta bola bor. Oxirgisi biz yoqtirgan darsimiz yozar ekanmiz. My favorite subject is deymiz. My favorite class deylik. Bu yerda sizlarda class deb berilgan ekan. Lekin subject degan desak to'g'riroq bo'lardi, lekin kitobingizda class deb berilgan ekan. My favorite class is ingliz tili deb qo'yaveraman. English. Mening yoqtirgan darsim ingliz tili. Lekin siz albattagina o'zgartirib olishingiz mumkin. Xo'sh, endi chiroyli qilib daftaringizga buni yozib oling. E'tibor bering, faqat mana bu yerdagi qizil bilan yozgan joylarimizda ikkalasidan bittasini tanlaysiz. Katta bo'lsa katta, kichkina bo'lsa kichkina maktabingiz. 20 ta bola o'qisa, 20 ta sinf bo'lsa 20 ta sinf deysiz, o'zgartirishingiz mumkin. Yoqtirgan agar xonangiz siz sport zal bo'lsa sport zal bo'lib qolsin, agar boshqa xona bo'lsa boshqa xonani tanlang. Sinfingizda nechta bolani o'zgartirishingiz mumkin va oxirida yoqtirgan darsingizni ham o'zgartirib olishingiz mumkin. Hozir siz chiroyli qilib daftaringizga buni yozib oling. Mana esa 10-vazifaga o'taman. 10-vazifamizda bizda faqat bitta savol bor. Bu savolni siz do'stingizga berishingiz kerak bo'lar ekan. Bu vazifa, ya'ni uy vazifaga kirmasa kerak, ko'proq sinfda qiladigan vazifa, chunki do'stingizni fikrini olishingiz kerak. Savolimiz What's your favorite class? Ya'ni sizning yoqtirgan darsingiz qaysi? Keyin siz javob beryapti bu yerda. My favorite class is science. My favorite class is science. Tarjimasi mening yoqtirgan darsim bu tabiiy fan. Ya'ni javob berganda qarang. My favorite class is deb turib mana bu yerga darsingizni aytasiz. Qaysi darsni ko'proq yoqtirishingizni. Do'stingizdan savol so'raysiz. What's your favorite class? deb, ya'ni seni yoqtirgan darsing qaysi deb va siz do'stingiz javob berganda my favorite class is deb javob berish kerak. Mana bu yerda bizda science deb yozilgan ekan. Science degani sizlarning 3-sinfda adashmasam tabiiy fan degan darsingiz bo'lishi kerak. Va science tarjimasi tabiiy fan bo'ladi. Bu darsimizni hozir yozishingiz shart emas. Buni faqat sinfingizda do'stingizdan savolni so'rab, javobini eshitib ko'ring. Va bu darsimiz birinchi chorakni oxirgi uy vazifasi bo'lib qoladi. Men sizni tabriklayman. Biz birinchi chorakda juda ham ko'p narsani o'rgandik, har xil so'zlarni o'rgandik, vazifalarni bajardik. Qiyin bo'ldi orasida, oson bo'ldi. Lekin mana birinchi chorakni ham shu bilan tugatib oldik. Endi bizning darslarimiz
ikkinchi chorakdan chiqib keladi. Agar uy vazifalarini o'z vaqtida, hattoki oldinroq olmoqchi bo'lsangiz, bizni Telegram kanalimizda premium kanalimiz bor. Siz u yerga obuna bo'lganingizdan keyin barcha darslarni, ya'ni ona tili, ingliz tili, rus tili va matematika darslarini ertaroq olib olasiz. Yangiligimiz qanday qilib qo'shilib olishingiz Sanur maktab kanalimizda yuklanadi. Xudo xolisa 3-noyabrgacha biz u yerga e'lon qilamiz. Sanur maktabga obuna bo'lib qoling, qo'shilmoqchi bo'lsangiz, u yerda batafsil ma'lumotni olasiz. Ikkinchi chorakimizda ko'rishguncha xayr.